Assalomu alaykum. Homiladorlikning 3-haftasi boshlandi. Bu hal qiluvchi va homiladorlikni rejalashtirishdan uning haqiqatda mavjud bo'lgan davriga o'tish pallasi hisoblanadi. Agar tuxum hujayra 2-haftaning oxirida urug'lanmagan bo'lsa, u holda 3-hafta homila bo'lish uchun eng maqbul vaqtdir. Aslida ovulyatsiya 12-14-kunlari yuz berishi kerak edi. Akusherlik homiladorlikning 3-haftasi o'ta muhim davr hisoblanadi. Chunki aynan shu vaqtda homila favor rivojlanadi va hamda tuxum hujayra bachadon tomon o'tishga boshlaydi. Homilaning 3-haftasidagi belgilari. Ushbu muddatda organizmda yaqqol ko'zga tashlanadigan o'zgarishlar deyarli kuzatilmaydi. Lekin ko'pgina oilalar homiladorlikning 3-haftasida hayz oldi simptomlari alomatlariga o'xshash simptomlarni o'zlarida qayd etishlari mumkin. Homiladorlikning 3-haftasida hatto ba'zi ayollarda ham ona uchun, ham bola uchun zararsiz bo'lgan oz miqdorda ajralishi mumkin. Homiladorlikning 3-haftasi ayollar aksariyat holda quyidagi belgilarni qayd etishlari mumkin. Yengil bosh aylanishi, seruyqulik, qorin quyi qismida zirqiragan og'riq, ko'krakni sezilar-sezilmas bo'rtib chiqishi. Xavfsizlik hammasidan muhim. Homiladorlikning 3-akusherlik haftasi uning o'tish davrining eng qaltis davri hisoblanadi. Ovulyatsiyadan keyin o'zingizni asrab-avaylang. Sog' bo'ling.